Bismillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hammaga xayrli kun. Siz bilan Nizomidin Azimov. Aynan xususiy patologiya kursida birinchi darsimizda gaplashib turibmiz. Biz bugundan inshaalloh xususiy patologik anatomiyani, xususiy patologiyani, nafas tizimidagi, nafas sistemasidagi kasalliklar haqida gaplashib chiqishni boshlaymiz. Aynan nafas tizimida uchrovchi har qaysi kasallikni, hamma kasalligini ko'rib chiqamiz. Kasalliklarni ketma-ketligida aynan etiologiyasini, birinchi etiologiyasini ko'ramiz, keyin esa patogenezm, aynan qanday ketma-ketlikda boradi va makroskopik va mikroskopik ko'rinishlarga alohida e'tibor qaratganmiz. Preparatlar bilan tushuntirishga harakat qilamiz. Va undan keyin esa oqibati, ya'ni kasallikni asorati qanday bo'ladi, shular haqida ma'lumot berishga harakat qilaman. Alloh qodir qilgancha tushuntirishga harakat qilaman. Siz ham ilk qiluvchidan foydalangan holatda darslarni konspektlashtirib oling, albatta manfaatli bo'ladi. Demak do'stlar, boshladik. Bugun ko'rib chiqadigan mavzuimiz asosan o'choqli pnevmoniyaga bag'ishlanadi. Undan keyin esa ketma-ketlikda qolgan kasalliklarni ham ko'rib chiqamiz. Xo'p, demak o'choqli pnevmoniya. O'choqli pnevmoniya bu o'zi aslida nima? Bu kasallik demak bu o'pkani ma'lum bir qismini qamrab oladigan, e'tibor beramiz, ma'lum bir qismini qamrab oluvchi infeksion yallig'lanish kasalligi hisoblanadi. Ya'ni infeksion kasallik ekan. Demak, ushbu turdagi pnevmoniyani yallig'lanish cheklangan bo'ladi, ya'ni o'pka to'qimasini hamma qismini emas, ma'lum bir qismini qamrab olgan bo'ladi yallig'lanish jarayoni. Odatda bronxlar va ularga yondosh alveollarni qamrab oladi. Buni qanday tushunish mumkin? Buni demak biz o'pka deb tasavvur qiladigan bo'lsak, demak o'pka deb oladigan bo'lsak, unga kirayotgan mana aytaylik, bronxlar tarqaldi. Bosh bronxlar esa nima bo'ladi? Klassifikatsiya bo'lib, mana har bitta segmentlarga tarmoqlanib ketadi. Biz aytayotgan patologik holat aynan ma'lum bir o'choqlik, mana shu yerning o'zida yoki bu yerning o'zida yoki mana bu yerning o'zida bo'lishligi mumkin xolos, ya'ni to'liqlicha qoplab ola olmaydi. Ma'lum bir segmentni bir qisminigina zararlaydi xolos. Aynan mana shunga biz o'choqli pnevmoniya deb atar ekanmiz. Demak, kasalligimizning etiologiyasi albatta bakteriyalar, streptokok bo'lishi mumkin, stafilokok bo'lishi mumkin, klebsiyalar, protezoylar, sodda hayvonlar, mikroorganizmlar, kimyoviy va fizik omillar, ORV infeksiyasi, ya'ni o'tkir respirator virusli infeksiya natijasida bizda o'choqli pnevmoniya kasalligi kelib chiqishi mumkin ekan. Endi esa biz uni patogenezi bilan tanishib chiqamiz. Patogenezi qanday bo'ladi? Albatta, mana bu sanab o'tgan etiologik omillarimiz bu ekzogen omillar deb ataladi. Aynan mana shu ekzogen omillar bizda organizmimizga tushadi. Qanday yo'l bilan tushadi desak, asosan havo tomchi yo'li orqali organizmga patogen keltirib chiqaradigan mikroorganizm nafas yo'llarimizga, aytaylik yuqori nafas yo'llarimizga nafas olishimiz orqali organizmimizga kirdi. Va endi bu mana bu chizib qo'ygan sxemamizga qaytamiz. Mana bu yerga kirdi va pastga qarab nima qilyapti? Harakatlanyapti. Mana bronxlarimiz bo'ylab harakatlanib kelmoqda. Qayerga boradi? Ikkinchisi. Demak, infeksiya endi rivojlanadi. Birinchi patogenezda birinchi navbatda organizmga tushadi. Tushib o'rnashgandan keyin esa nima qiladi? Infeksiya rivojlanishi kuzatiladi. Bunda mikroorganizmlar bronxiolar epiteliy qavatiga yopishadi va ularni zararlashni boshlaydi. Albatta, mahalliy yallig'lanish jarayoni boshlanadi. Yallig'lanishda bizda 3 ta ketma-ketligi bor. Alteratsiya, eksudatsiya, proliferatsiya jarayonlari bor. Aynan alteratsiya bo'lib, o'sha qavatda joylashgan epiteliyni shikastlashni boshlaydi. Va albatta bunga mos ravishda biz organizmimizda immun hujayralarimiz, neytrofillar va makrofaglar faollashadi. O'sha tushgan sanab o'tgan mana bu bakteriyalarni, mana bu sanab o'tgan omillarimizni yo'q qilishga qaratilgan organizmda himoya reaksiyasi ketadi. Neytrofillar va makrofaglar ularni yo'q qilishni boshlaydi. Yallig'lanish natijasida shilliq va eksudat hosil bo'ladi. Albatta, eksudat hosil bo'ladi, chunki makrofaglar o'zidan sitokinlar ishlab chiqaradi. Neytrofillar mana bu bakteriyalarni yo'q qiladi, nobud qiladi. Aynan shular eksudat shaklida ko'p ajralishni boshlaydi. Bu alveollarni havo bilan to'lishiga to'sqinlik qiladi.
aynan biz aytayotgan mana shu eksudat alveolalarni havo bilan to'lishiga to'sqinlik qiladi. Aynan shu sababdan bemorimizda o'choqli pnevmoniyada nafas yetishmovchiligi kuzatilar ekan. Endi yallig'lanishni tarqalish bu esa patogenezm 3-bosqich hisoblanadi. Yallig'lanishni tarqalish. Aynan infeksiya atrofidagi alveolarga tarqalishi mumkin. Bu esa diffuz infiltratsiya yoki ventilyatsiyani buzilishiga olib keladi. Jiddiy holatlarda alveolarda yiringli jarayonlar shakllanib, o'pka absessi yoki sepsis rivojlanib ketishligi mumkin. Endi organizmga ekzogen omil tushdi, patogen tushdi va o'zini ta'sirini ko'rsatishni boshladi va bizda infeksiya rivojlandi va bunga esa bizda organizmimizda neytrofillar, makrofaglar immun javob reaksiyasini ko'rsatishni boshladi va endi bizda yallig'lanish davom etyapti, yallig'lanish tarqaladi. Tarqalishi qanday? Diffuz infiltratsiya bo'lib tarqalishligi mumkin. Bu esa nima qiladi? Ventilyatsiyani buzilishiga olib keladi. Ventilyatsiya buzilgandan keyin nima bo'ladi? Nafas yetishmovchiligi holatlari kuzatilishni boshlaydi. Xo'p, endi bizda bu kasalligimizni makroskopik jihatdan olib qaraganimizda, makroskopik ko'rganimizda bronxlarimizni devori qalin va qattiq bo'rtgan holatda bo'ladi. Ya'ni bizda bronxlarning epiteliyasini shikastladi. Bizga keltirib chiqarayotgan omillar bizga kasallikni keltirib chiqardi. Xo'p, demak bo'shlig'ida suyuqlik ajralishi 3 xil tipda bo'ladi. Aynan birinchi kataralniy suyuqlik va yiringli suyuqlik bo'lishi mumkin va gemorragik suyuqlik. Bularning bir-biridan farqi nima? Kataral biz aytayotgan mana bu eksudat hosil bo'lgani. Endi u yerga yiringli jarayonlar shakllanishi mumkin ekan. Yiringli jarayonlar hosil bo'lgandan keyin esa yiringli eksudat hosil bo'ladi va undan keyin esa u yerdagi epiteliyada qon tomirlar, mayda kapillyarlar shikastlanadigan bo'lsa, bizda gemorragik eksudat hosil bo'lishi, gemorragik suyuqlik hosil bo'lishi mumkin ekan. Xo'p, mana aytib o'tdik, kataral qonning suyuq qismi, shilimshiq qismi oqsillari bo'ladi. Yiringli esa neytrofillar va bakteriyalarni o'ldirish hisobiga hosil bo'ladi. Gemorragik eritrotsitlar ko'chib tushgani uchun hosil bo'ladi deb aytib o'tib ketyapmiz. Xo'p, demak, endi o'pka chetini ko'rganimizda kompensator emfizemani ko'rishligimiz mumkin ekan. Bizda o'pka emfizemasini keyingi kasalliklarimizda yoritayotganimizda bafurja tushuntirib o'tamiz. Xo'p, demak, mana biz makroskopik olib qaraganimizda, xo'p, demak, aytib o'tganimizdek traxeya o'pkalarga nima bo'lib tarqaldi? Aynan mana shu bir qismi nima bo'lgan? Zararlangan. Ya'ni to'liq emas, aynan o'choqli holatda nima bo'lyapti bu yerda? Zararlanish kuzatilyapti mana bu yerlarda. Xo'p, demak, mikroskopik olib qaraganimizda qanday? Mikroskopik olib qaraganimizda alveolalarimizni bo'shlig'ida dastlab och pushti seroz gemorragik eksudat kuzatiladi mikroskopik qaralganda. Undan keyin esa u yerga neytrofil va makrofaglar kelib ko'k rangni hosil qiladi. Ya'ni neytrofillar ko'k rang beradi, makrofaglar ko'k rang beradi. O'sha eksudatning rangi avval och pushti seroz gemorragik eksudatda, endi u esa ko'kish eksudat rangiga o'tib oladi. Xo'p, demak, bizda endi o'pka chetida alveolar devori yupqa, keng yorilgan holatda bo'ladi. Chunki yallig'lanish, alteratsiya, proliferatsiya jarayonlari ketyapti. Xo'p, demak, not eslab qolishimiz kerak. Alveola devori kengayishi, ichida havo ko'payib ketishi natijasida alveola nima bo'lar ekan? Yorilishligi mumkin ekan va bizda alveola kamayadi o'z-o'zidan, nafas yetishmovchiligi, nafas olishdagi qiyinlanishlar kuzatilishligi mumkin. Mikroskopik ko'rganimizda mana xo'p, hujayralarni ko'rishligimiz mumkin. Xo'p, demak, bu kasallikning oqibati nima bo'ladi? Oqibati kasallik bartaraf etilmasa, davolanilmasa, surunkali bronxitga o'tib ketishligi mumkin. Chunki bronx yo'llarimizda o'choqli holatda yallig'lanish ketyapti. Albatta, nafas yetishmovchiligi, plevrit qanday bo'ladi? Ya'ni o'pka to'qimamizning o'sha sohasini, o'pkani tashqi tomonidan plevra pardasi qoplab turadi. Aynan unga o'tib ketishligi mumkin. Biz aytdik, yuqorida o'pka absess hosil bo'lishi mumkin yiring rivojlanishi natijasida va o'pka absessi ham davolanmay o'tib boradigan bo'lsa, bizda o'pka gangrenasi rivojlanadi va respirator distress sindromi. Respirator distress sindromi mana bu alveolalar nima bo'lyapti? Kengayish natijasida alveolar yorilib ketyapti. Alveolar yo'q. Aynan ana shu natijasida respirator distress sindromi kelib chiqishligi mumkin ekan. Qisqa vaqtlar ichida sodda qilib tushuntirishga harakat qildim aynan o'choqli pnevmoniya kasalligini. Bu monografik shaklda yozilayotgan o'zimda qo'lyozma konspektlarim kitob shaklida chiqadi. Inshaalloh bu ham hisoblanadi. Video darsliklarni ketma-ket ko'rib borishingizni tavsiya qilaman. Aynan birinchi nafas sistemasiga oid kasalliklarni batafsil ko'rib chiqamiz. Xo'p, demak, o'choqli pnevmoniya uchun patologik anatomiyadan kerakli ma'lumotlar aynan mana shular.
Birinchi navbatda uni nimaligi haqida gaplashdik, etiologiyasi, kasallikni patogenezida, undan keyin esa makroskopik ko'rinishi va mikroskopik ko'rinishi va kasallikning oqibati haqida batafsil gaplashdik. Xo'p, qisqa vaqt ichida sizlar bilan Islomidin Azimov bo'ldi. Ketkazgan vaqtingizga rozi bo'ling. Sizga ham bizga ham manfaatli bo'ladigan maqsadda ushbu video darsliklar tayyorlab borilmoqda. Hammaga rahmat, ilmingizni ziyoda qilsin. Kelasi darslarda korpus pnevmoniya haqida gaplashib o'tamiz.